Wake up! Wake up! Wake up! You're getting comfortable! Comfortability kills dreams! So get up and go get those guys! Bunaqa motivatsiyadan keyin uxlolmasaylik kerak bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videomiz sizga 100% foydali bo'ladi. Bugungi videomizdan siz qanaqa qilib arzonga UC'larni olishni, arzonga akkauntlar olishdi va qanaqa qilib X-Custom'ni tekinga olishdi va shunga o'xshash TikTok va Instagramda trendda bo'lib yurgan PUBG Mobile'ni bug va life hack videolarini sinab ko'ramiz. Ko'ramiz qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri foydali, qaysi biri foydali emas. Bugungi videomizdan hammasini bilib olamiz. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, 100% emas, 1000% foydali bo'ladi. Ishonaveringlar. Shuncha harakatimiz va mehnatimiz evaziga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni poddershka qilib tursanglar, juda ham xursand bo'lar edik. Yaxshiroq joylashib bu videoni ko'rishni maslahat beraman, chunki bugungi videomiz o'ta ham joski bo'ladi. Yaxshiroq joylashgan bo'lsanglar, unda men videoni boshladim. Qani ketdik. Xo'sh, bugungi videomizdagi birinchi life hack videomizga o'tadigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin, AVMda ikkita o'qib bor edi bratimizda va men bu yerga keldi. Pichoq emas, hanjarni oldida, men bu yerda yashik ochilgan edi. Yashikning oldiga borib, men buni bosdim. Yashik qaytadan yopilar ekan, bola, mana shunday bossanglar. Men bilmasdim, bilardim. Sinab ko'rmagandim. Xo'sh, mana yana ochdi. Ko'rishinglar mumkin, yana loot qaytadan berdi. Pastroqqa tushdi, AVMni o'qidan yana berdi. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Juda ham qiziqarli life hack, ketdik. Xo'sh, biz kichkina eventda yurimiz videoni olish uchun. Hozir videodagi joydagi mana shu yerda loot bor edi. Yashik bor edi, hozir ochamiz. Ichidan AVM bersa, vashi chotki bo'lardi. Hozir sinab ko'ramiz, qani AVM bersa, o'qlarni tugatib olamiz va qaytadan ochamiz yana. Yo'q, beril berdi. Xo'sh, sinab ko'ramiz. Xo'sh, bizda hanjar ham bor. Kelamiz. Vo mana bitta bosamiz, yashik yopiladi. Hozir yana beril chiqsa, demak yana o'xshaydi. Bu bak, berilni yana qaytadan chiqarib bersa o'xshaydi. Yo'q, beril chiqmadi, groza chiqdi. Demak, bu bolalar, men bitta narsani aytib beray. Hozir bizda AVM yo'q edi. Xo'sh, vo men bunaqadan ikkita chiqarar ekan bolalar. Ikkita chiqib berar ekan. Shunisi zo'r ekan. O'zini ko'taradigan aptechkadan ikkita chiqarib berar ekan. Nima demoqchi edim bolalar? Men bu yerda ochib bo'lar ekan. Xo'sh, beril yana bir marta beril chiqarib bersa-da, demak, bir marta AVM chiqsa, ikkinchi marta ham qaytarib ochsanglar, AVM berardi. Hozir bizda boshida beril bergan edi. Keyingi ikkinchi marta ochganimizda, yashikni qaytadan ochganimizda beril emas, AUK chiqdi. Demak, bundan bilishinglar mumkin, AVM chiqqandan keyin qaytadan yana yashikni yopib ochsanglar, AVM emas, boshqa orужие chiqarib beradi. Mana shunday qilib, men bunaqa o'zini ko'taradigan qizil aptechkadan olsanglar bo'ladi. Bu vashi bomba. Shunaqa life hack qilib top bir olsanglar bo'ladi. Sinab ko'rdik, bizda o'xshamadi. O'xshadi desa ham bo'ladi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz ikkinchi videomizga o'tamiz. Ya'ni ikkinchi videoga o'tamiz. Ikkinchi life hack yoki bug videoga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi bug videomizga o'tadigan bo'lsak, bu bug ancha avval chiqqandi, haligacha to'g'rilashmagan ekan. Aeroplanda xuddi mana shu yerga kelib olasizlar, ya'ni bitta portlatsanglar, aeroplan sizlarni juda ham uzoqqa uchirib yuborar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Buni faqat poligonga bajarib ko'ramiz. Xo'sh, mana poligonga kirib oldik. Ikkita amir oldim va aeroplanni oldiga sekin borib olamiz. Faqatgina sekin, tez bormaylik. Tak, mana aeroplanni oldiga kelib oldik. Mana shu yerga turamiz, videodagidek. Xuddi mana shu joyda adashmasam. Va otamiz. 4-o'q va 5-o'qda portlaydi va o'xshadi. Faqat nimaga uzoqqa otmadi. Bu bugda hali olib tashlashmagan ekan, biz sinadik, o'xshadi. Faqat uzoqroqqa otmadi. Qani ketdi, ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Uzoqroqqa otsa, vashi chotki bo'ladi. Mana bolalar, aeroplanni oldiga kelib oldik. Ikkinchi urinishimiz, sal beyorada turamiz. Boya xato joyga turgan ekanmiz. Ikkinchi o'qimiz va uchinchi o'qimiz. Xo'sh, portlaydimi yo'qmi? 4-inchisi. Voy! O'xshar ekan. Faqat yaqinroq turishinglar kerak ekan, men turgan joyda. Vashi uzoqqa otar ekan. Bu bug faqat poligonga o'xshaydi bolalar. Poligonga qilib ko'ringlar. O'yinda qilsanglar, aeroplan bilan mana shunday o'zingizlar portlatsanglar, joylarda rahmatli bo'lib ketasizlar. O'shaning uchun faqat poligonga sinab ko'ringlar.
Bizda o'xshadi, haligacha olib tashlashmagan ekan bu bug deb. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz 3-bug yoki life hack videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Qani shu yerdan ketsa bo'ladimi? Bo'l, ketdik biz bo'ldi. Bola 5 minutga vaqtinglarni olaman. Haligacha qimmatga yuz olayotganlar uchun. Xo'sh, bugun 10-sanaga video olinayotgan bo'lsa, ertaga bonus pas keladi. Bizning yuz servisimiz yaqinda ochildi. Yaqinda ochilgan bo'lsa ham juda ham arzon. O'zingizlar Telegram kanalimizga kirib bilishinglar mumkin. Bonus pas yoki mana bunaqa kristal olish kerakmi yoki PUBG ni mana shunaqa premiummi, mana bunaqa narsalarni olish kerakmi? Biz hammasini olib bera olamiz. Buning uchun shunday Telegram kanalimizga o'tsanglar, qadab qo'yganmiz UC narxlari. Bemalol UC servisga yozib UC olishinglar mumkin. Telegram premium deysizlarmi yoki PUBG premium deysizlarmi, hammasini biz olib beraveramiz. Uning uchun faqatgina mana shu lichkaga yozsanglar bo'ldi. UC servisimiz sizlarga yoqadi degan umiddaman, chunki u yoqda arzon, ishonchli va halol UC bor. Bemalol bizni UC servisimizdan UC xarid qilsanglar bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Endi esa biz life hack va bug videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 3-bug videomiz ko'rishinglar mumkin. Obunachimiz tomonidan kelgan video juda ham bomba bug video ko'rishinglar mumkin. Mana shunday sumkani yo'qotadigan bug videosi ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz hozir. Bir boshdan tushuntirib o'taman. Ketdik. Mana biz Pochinkidagi mana shunaqa kichkina eventchaga kelib oldik. Xo'sh, videoda qo'shiq yoniq turgan edi, muzikasi yoniq edi. Muzikani yoqib oldik. Obunachimiz videoda nimani ko'rsatgan edi? Bir-ikkita emotsiya qilib turish kerak ekan. Xo'sh, bizda mana bu emotsiya bor. Qo'shiqqa yarasha o'ynaydigan emotsiya qilamiz. Voy, Vektorda basharasini. Vektor prinsessi. Tak, mana emotsiya qildik. Yana qanaqa emotsiya bor? Bitta shu emotsiya yetsa kerak. Xo'sh, buni qilamiz. Voy, Vektorda basharasini. Vektor basharasiga necha baho qo'yasizlar bolalar, kommentariyada yozib qoldiring. Endi kiyimni o'zgartirish kerak ekan, mana shunaqa emotsiya qilasizlar. Yaxshirab e'tibor beringlar mana shu yerga bolalar. Qani, vot mana. Ryukzak qani bolalar? Mana bu yerda ikkili ryukzak turibdi senda deb ko'rsatyapti. Lekin bizning yelkamizda ryukzak yo'q. Vashshi bomba bug bolalar. Sinab ko'ringlar, juda ham foydasi tegadi sizlarga. O'yininglarni anchagina oshiradi. Xalaqit bermaydi sizlarga. Voy. Sinab ko'ringlar, bizda o'xshadi. Bittada o'xshadi bizga. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rishinglar mumkin. Umuman yelkada ryukzak yo'q. Hozir ryukzakning ichiga kirib ko'ramiz, qani yo'qoladimi, yo'qmi? Taki bagin bolalarni eshitmaymiz. Xo'sh. Ko'rdinglar, bizda o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Rahmat, obunachimizga kattakon rahmat. Bu bugni umuman bilmasdim men. Mana ko'rishinglar mumkin. Ryukzakning ichiga kiramiz. Umuman ryukzak yana taqilib qolmaydi. Mana shunday turaveradi. Bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. O'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi bug videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 4-videomiz qanaqa qilib yangi kelgan Anuxra X suyutini tekinga olish videosi ekan. Xo'sh, PUBG ni pomishga kirasizlar. Mana bu yerga kirasizlar va mana shu so'zlarni yozishinglar kerak bo'lar ekan. Tak mana yozdi. Inglizchalab yozdi. Sizlar ruscha yoki inglizcha yozaverasizlar. Xo'sh, keyin PUBG dan chiqib ketdi va qaytib yana PUBG ga kirdi. Mana kirib oldi va mana bu xabarnomaga kirdi. Ko'rishinglar mumkin, X kostyum bergan. Qani biz ham sinab ko'ramiz albatta. Xo'sh, PUBG ni mana shunaqa pomoshiga kiramiz, ya'ni yordam bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerga kirganimizdan keyin mana shu so'zlarni yozib olamiz. Men kopirovka qilib olganman. Kimga shunaqa so'zlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. O'tib bemalol kopirovka qilib yozsanglar bo'ladi. Tak nimadirlar yozyapti bizga, UC or nimadirlar deb yozyapti. Adashmasam inglizchani tushunmayman. UC tasha darmaydi deyapti bizga. Yana bilmadim. Inglizchani tushunadiganlar bo'lsa, tarjima qilsanglar zo'r bo'lar edi. Oho, buni gapi ham tugamas ekanda. Bo'ldi, to'xtat. Nimadirlar yozyapti. Bo'ldi.
Endi sekin PUBG dan chiqib ketamiz. PUBG ni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Tak PUBG ni o'chiramiz va yana qaytadan PUBG ga kirib olamiz. Va nihoyat PUBG ga kirib oldik. Tak X larni bosamiz va xabarlarga o'tamiz. Yo'q. Qizil bo'lib turibdi, yo'q. Men sizlarga hozir bitta yo'lini o'rgataman. Bu yo'l bilan aniq X kostyum olasizlar. Men 100% javob beraman. Faqat to'liq bajaringlar. Mashq maydoniga kirib olasizlar. Mashq maydonidagi mana shu joyga kelasizlar, o'tirasizlar. Faqatgina 3 marta suv kabi bo'l deb aytasizlar va chiqib ketasizlar. Chiqib, mana chiqib olganinglardan keyin shunday garderobga o'tsanglar, o'zi mana aniqrani bergan bo'ladi. Buni hech kimga aytib qo'ymanglar, sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshaydi. Xo'sh, mana bola, bugungi videomizda 4 ta lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. Qaysi biri sizlarga eng yoqqani bo'ldi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni ham unutmanglar. Yangi yuz servisimizga o'tishni ham unutmanglar. Katta ehtimol bilan bugungi video 10-sanada olinayotgan bo'lsa, siz 11-sanada ko'ryapsiz. Demak, 11-sanada bonus pas kelgan. 100 ni begona qilmasdan, pulni begona qilmasdan biz yuz servisdan olsanglar, sizlarga ancha arzon tushadi. Hamda bizning yuz servisimiz juda ham tezkor. Yuz narxlarini bilmoqchi bo'lsangiz yoki yuz olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga o'tsanglar, yuz servisning silkasini taylab qo'yaman. Telegram kanalimizga kirsanglar ham yuz servisning narxlari bor. Bilasizlar, har bitta videomizda 260 yuz qo'yiladi. Uni yutib olish juda ham oson, bilasizlar. O'tgan videomizda ham 260 yuz qo'yilgan edi. G'oliblarni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi kommentariyada yoki opsiyadan topishingiz mumkin. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Like bosib, poddershka qilib turasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.